Bilardxonadagi markerlarning gapiga kirsangiz, $300 yoningizda qoladi. Nimaga $300 yonimda qoladi? O, Aka, bortga suv quyish mumkin emas. o'zim bilaman. Voy, Aytdimi? hozir men urib ko'rsataman senga zadniy suvi. Aka, kiyi ko'tini tushirib yuring, sukun yirtiladi. Oke, men bilaman urishni. Hozir ko'rasiz, qarang. Aytdimi men sizga? Voy. Yo'q, hech nima qilmadi, oke. Chotki. Aka, stolda chakish mumkin emas. O'zim bilaman. Ana. Sukno $100-150 usta haqqi $150 dan $200 Umumiy hisobda $250 dan $300 tushishi mumkin. Bu videoni doim markerlar bilan sporlashadigan o'rtoqlarimizga jo'natib qo'yamiz.